20% subsidiya asosida quyosh stansiya o'rnatmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun o'tgan gal kirish video qilgan edik, umumiy xulosani shakllantirish uchun. Bugun esa mana shu jarayonning ilk bosqichi platformadan ro'yxatdan o'tish, auditorlik so'rovini yuborish va auditorlik xulosasini olish. Videoni ko'rishdan oldin albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Subsidiya asosida quyosh stansiya o'rnatmoqchi bo'lgan tanishlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Assalomu alaykum. esma.uz platformasiga kirdingiz, ro'yxatdan o'tdingiz. Bu juda ham oddiy jarayon hisoblanadi. Keyingi jarayon auditorlik so'rovini yuborish hisoblanadi. Buning uchun nima kerak bizga? Agar siz xonadon egasi bo'lib platformada ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, MyGo profilingiz orqali xonadoningiz kadastr pasporti va ko'chirmasini avtomatik yuklaysiz. Mana shu ikkita hujjat sizga auditorlik so'rovini yuborishda kerak bo'ladi. Auditorlik so'rovi qanday yuboriladi? Keling, bu haqida mana shu ekranlaringizda video bor. Tanishib chiqamiz qisqacha. esma.uz saytida ishni nimadan boshlash kerak? Bu yerda hamma bosqichlari ko'rsatib qo'yilgan. Masalan, birinchi bosqichi energiya audit so'rovini yuborishdan boshlanadi. Bu bosqichni shu videoda ko'rib chiqsanglar bo'ladi yoki sizlarga hozir mana ketma-ketligini ko'rsatamiz. Bu juda oson. Mana birinchi yangi qo'shishni boshlaganidan keyin telefon hamma raqamli o'zi avtomat chiqib keladi va masalan xonadon egasi bo'lsa xonadon egasi tanlanadi. Masalan, o'z mablag' hisobidan bo'lsa, o'z mablag' hisobidan va qiziqqan tovarlar belgilanadi. Energiya samarador bo'lgan tovarlar. Bundan tashqari shu kadastr nomeri ixtiyoriy tarzda kiritiladi va hudud tanlanadi, tuman tanlanadi, mahalla tanlangandan keyin hokim yordamchisining ma'lumotlari chiqib keladi. Foydalanish maydonini kadastrdan olsa bo'ladi. Kadastrda chiqadi bu ma'lumotlar. Keyin manzil kiritiladi va kadastr yuklanganidan keyin kadastr ma'lumoti yuklangandan keyin bu yerda o'sha yuborish uchun belgilangan shu talablar o'qib chiqish kerak bo'ladi. Bu hammasiga rozi bo'lingandan keyin barchasini belgilagan holda auditda boshlang'ich narxi belgilanadi va keyingi narxi savdo jarayonida aniqlanadi va yuboriladi. Va bundan keyin audit shartnomasi shakllanadi. Bir kundan keyin shakllanadi. Demak, mana auditorlik so'rovini yuborish bo'yicha qisqa video bilan tanishib oldingiz. Bu yerda jarayon biroz tushunarsiz bo'lishi mumkin. Men mana shuni tahliliy ma'lumotni sizga beraman. Birinchi o'rinda bizga aytganimdek, xonadon egasining nomidan ariza yuborayotgan bo'lsangiz yoki o'zingiz xonadon egasining farzandi bo'lsangiz, xonadon kadastr pasporti va ko'chirmasini tayyorlab qo'ying. Platformadan ro'yxatdan o'tdik, ma'lumotlarimiz avtomatik kelib chiqdi. Mana bu yerda xonadon egasining pasport seriyasi, telefon raqami kiritilishi lozim. Qo'shimcha bu yerda jarayonlar bosqichi avtomatik xabarlar yetib borishi uchun o'zingiz doimiy ishlatadigan, foydalanadigan telefon raqamini kiritishingiz kerak. Shunda jarayon qaysi bosqichdaligi sizga avtomatik SMS bo'lib borib turadi. Ekranlaringizdagi rasmda arizachi uy egasi uchun kim ariza yuboryapti? Mana shuni belgilashimiz kerak va energiya samarador qurilma sotib olish manbasini ham ko'rsatib o'tishimiz lozim. Xo'p, undan keyin qanday qurilmaga qiziqish bildiramiz? Bu yerda aytganimdek, maishiy isitish qozoni bor, quyosh panellari, suv giga kollektorlari va issiqlik asosi bor. O'zimizga kerakli, ya'ni quyosh panelini tanlaymiz. Keyingi banddagi hujjatlarni to'ldirishga o'tamiz. Bu yerda kadastr raqamini kiritamiz va undan keyin hududini tanlaymiz. Qaysi hudud? Buni tanlaymiz. Mahallasini tanlaymiz. Kadastr bo'yicha qaysi mahalladansiz? Mana shu mahallani ham kiritamiz. Mahallani tanlaganingizdan keyin hokim yordamchisining ism, familiyasi, telefon raqami avtomatik paydo bo'ladi. Shuningdek, kadastr hujjatida xonadonning foydali maydoni degan qismi bor. Mana shu joyni necha kvadrat metr bo'lsa, buni kiritishimiz lozim. Mana shu foydali maydonga qarab auditorlik to'lovi shakllantiriladi. O'zi aslida bu jarayonlarni bizning sotuv menejerlarimiz qiladi, lekin ko'pchilik yurtdoshlarimiz ma'lumot xavfsizligiga ishonch bildirmasligi mumkin. Bu holatda o'zlari mana shu jarayonlarni boshlashi, kiritishi kerak. Shuning uchun mana shu videolarni tayyorlayapmiz. Bundan keyin nima bo'ladi? Faylni biz yukladik. Bu yerda agentlikning maxsus shartlari bor. Bularning barchasini tasdiqlashimiz kerak. Ya'ni auditor borib sizga polni ichki uyingizga kirib, nima texnika bor, qanday qurilmalar bor, xonadon harorati, kirish chiqish, sovuq, issiq izolyatsiyasi barchasini o'rganadi va xulosa beradi. Shuning uchun siz barchasiga rozilik bildirishingiz kerak. Va mana pastki qismda ko'rib turibmiz, avtomatik energiya audit xizmatining dastlabki narxi xonadon kvadrat metriga qarab shakllangan. Barcha o'sha rozilik, barcha kerakli bo'limlar to'ldirildi.
Ana undan keyin biz yuborish tugmasini bosib, arizani yuboramiz. Mana ariza yuborilgandagi shaklni ekraningizda ko'rib turibsiz. Bu yerda mana barcha biz to'ldirgan ma'lumotlar avtomatik shakllangan. Bu yerda xaridor tomonidan to'lab beriladigan qismi 70% deb qo'yibdi. Ya'ni siz tomoningizdan to'lanishi kerak. Bu oxirida qaytarib beriladi va bu dastlabki to'lov hali. Buni jarayonda ko'rib chiqamiz. Auditorlik xulosasi uchun ariza mana shu ko'rinishda bo'ladi. Demak, auditorlik so'rovini yuborganimizdan keyin bu 1 sutka ichida ko'rib chiqiladi va maqbul auditorlar guruhi o'rtasida auksion tarzida bo'ladi. Kim arzonroq narx bersa, o'shan bilan avtomatik shartnoma shakllantirilgani uchun 1.597 minglik dastlabki auditorlik xulosa narxi 343 mingga tushdi. Ya'ni auditorlar o'rtasidagi raqobat tufayli 1.597 minglik so'rov qiymati 343 mingga tushib qolgan va bunda ham siz to'laydigan summa esa 240 ming so'mni tashkil qiladi. 30% imtiyoz, qolgan 70% siz to'laysiz toki jarayon, ya'ni quyosh freksiyasi o'rnatilmaguncha. Ana shu siz to'laydigan aslida 240 ming 100 so'm pul ham oxirgi bosqichda plastik kartangizga avtomatik qaytarib beriladi. Va mana shunday shartnoma tuziladi. Siz klik orqali yoki bank orqali to'lovni qilasiz. Platformadagi hisob raqamingizga tushadi va siz u yerdan auditoriyaga o'tkazasiz. Demak, to'lovni amalga oshirdingiz. Undan keyin 15 kun ichida auditorlik xulosasi o'tkazilishi belgilanadi. 15 kundan keyin auditor xulosa beradi. Xulosaning elektron ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Mana bir mijozimizga berilgan auditorlik xulosasida tavsiya etilgan quvvat 10 kilovatni tashkil qilgan. Tavsiya etilgan quyosh kollektori esa 200-400 litrni tashkil qilgan. Xonadondagi issiq suvga bo'lgan ehtiyojga qarab. Oxirgi 12 oydagi, ya'ni 1 yillik iste'moli bu yerda keltirilgan. Yangi xonadon bo'lgani uchun bu yerda hali kam. Agar sizni elektr iste'mol ko'rsatkichi katta bo'lsa, kattaroq kilovatdagi quyosh paneliga tavsiya beradi. Auditor xulosasi mana qisqacha shunday bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni xonadonning umumiy issiqlik, elektrga bo'lgan ehtiyojlari, yillik, oxirgi 3 yillik ma'lumotlari barchasi o'rganiladi auditor tomonidan va xonadonning izolyatsiyasi ham o'rganadi. Bu qachonki kerak bo'ladi? Mana shu auditor xulosasi bilan siz keyinchalik G-kollektor yoki issiqlik nasosini ham o'rnatsangiz bo'ladi. Shuning uchun ham barcha tahliliy ma'lumotlar auditor tomonidan qilinadi. Yuklangan hujjat, ya'ni auditorlik xulosasi bo'yicha hujjat ham bor bu yerda. Demak, jarayonlar mana shunday. Biz bugun platformalar ro'yxatdan o'tish, qanday hujjatlar kerakligi, kimlar uchun auditorlik so'rovini yuborish, auditorlik xulosasini olish va auditorlik to'loviga oid ma'lumotlarni berib o'tdik. Auditorlik xulosasi bo'yicha ma'lumotlar bilan tanishdik. Keyingi videoda biz auditorlik xulosasiga qarab qanday qilib quyosh panel stansiyasi o'rnatadigan kompaniyalar bilan lot tanlash va shuningdek jarayonlarning umumiy kuni va dalolatnomani tasdiqlash bosqichlari haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu video izohida mana shu 20% subsidiya bo'yicha qanday savollaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Subsidiya asosida quyosh freksiyasi o'rnatmoqchi bo'lgan tanishlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling. O'zingizni asrang.